Давай! Давай, Hormanglar, biz ham futbol o'ynasak bo'ladimi? Bizni qishloqqa shahardan futbolchi bolalar kelib qoptimi? Bo'ldi o'ynaveramiz. Faqat futbolning qonun qoidalarini bilasizlarmi? Конечно, aka, qoidalarni 100% bilamiz. Shaharda futbol 90 minut o'ynaladi. Bizni qishloqda to'p tegasi senmidi? Ha, men. Mana to'p tegasini ayasi uyga chaqirib qo'yguncha futbol o'ynalinaveradi. Bizda 45 minut o'ynaladi, 15 minut dam olinadi, yana 45 minut o'ynaladi. Bizda mana ko'chadan mashina o'tayotganda chekkaga chiqib dam olib turamiz. Mashina o'tib ketgandan keyin yana o'ynaveramiz. Bizda maydon chizilgan bo'ladi, aka. To'p chiziqdan o'tsa out bo'ladi. Bizda to'p yo ariqqa tushib ketsa, yo qo'shni uyga o'tib ketsa out bo'ladi. Bizda to'p maydondan o'tib ketsa, uni olib kelib beradigan yordamchilar bo'ladi. Bizda to'p aqabaqa ketib qolsa, eng duq odamga aytamiz, o'sha olib keladi. Bor to'pni olib kel. Ey, To'p tegasi. Ha, yo'q. Bor o'zi ham kilo to'p tegagan o'yinimiz bor-ku. Bizda o'yin tugasa hisob chiroyli bo'ladi. 2-1, 2-2, 3-2, 3-1. ey, shu ham shotmi? Bizning mahallada shot 1298, 114 bo'ladi. Men qaqta uraman. Bizda jamoada kim o'ynashligini murabbiy hal qiladi. Shu ham tarkibmi? Bizda tarkib mana qilib tuziladi. Kimga Ronaldo, kimga Messi? Menga Ronaldo. Yes! Bizni futbolda qachon sudya chuldan choladi, shunda o'yin tugaydi. Ha, bilasanmi bizda o'yin qachon tugaydi? G'ayrat! Ha, ya. Uyga kel, ovqat pishdi. Ana tugadi. Olib ket to'pni. Na to'pingni. Bo'p ko'rishamiz.